Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Yana hadiyabop narsa Pupilla brendida, original Pupillani o'zi. Masalan, Turkiyadan oddiy rasmli narsani olib kelib, bu yerda korobkaga yasattirib, Turkiyaniki deb sotishyapti. Yo'q, bu unaqa narsa emas. Turkiyani o'zini Pupilla brendida original narsa. Pletni o'zi, lekin pletni o'zi bo'lgani bilan mana bu yerda yozib qo'ygan 220 ga 240. U degani bemalol karavotlarni ustiga yasatishga, yopib yotishga sifati juda zo'r narsa, juda ham zo'r narsa, 100% hibi bo'ladi. Ranglariga keladigan bo'lsa, 4 xil rangi bor. Grisi bor, bordovisi bor, bejevisi bor, to'q serisi bor. Ko'rishingiz mumkin, har xil ranglari bor. Narxi, buni bo'ladigan narxi $22 qilib beryapmiz. Optim narxi boshqacha bo'ladi. Dona narxi $22. Buni uje misol uchun ko'proq oladigan bo'lsanglar, ochig'ini aytib qo'yaman, 5 tadan oshuv odam olgan odamga optim narxda qilib beramiz. Optim narxi arzon, uncha katta farq qilmaydi-yu, lekin farq qiladi. Hammaga narxi qiziq, hadiyaga bo'lgandan keyin ko'proq olishadigan bo'ladi buni. Kimlargadir qo'yishga. Hozir mana endi odamlar qarashyapti. Kimgadir narsa qo'yayotganda ishlatadigan narsa qo'yishyapti. Oldin Pupillani original o'zini pleti. Hammanglarni shunaqa do'konimizda kutib qolamiz.